Barcha salom, sizlar bilan Paper. Bugungi videomizda sizlar bilan Minecraftda survive qilamiz. Qani unda, let's go. Bizga beriladigan birinchi narsalar bu bolta, kirka va daraxt va ba'zi bir resurslar. Bular bizga albatta kerak bo'ladi. Yaxshi, normalniy jungleda paydo bo'ldik, ya'ni spawn bo'ldik. Endi bizga tosh kerak, toshga olaymiz. O tayyor, mana bu yerda tosh bor ekan o'zi. Ovqat yaxshi, qo'y go'shti kerak bizga. Chunki zombilar bizni bir och qatib qo'yishi mumkin. Qornimiz och qolishi mumkin. Xullas, bu baqaloq juda ham och qolib ketadi. Demak, toshlarni qo'llab olamiz. Yaxshi, ko'mir ham bor. Tezlash. Demak, bu yoqni 2x ga tezlashtiraman. Qani, let's go. Demak, hammasini xullas qo'llab bo'ldik toshlarni. Endi esa craft qilamiz. Bu tosh qolib ketibdi bir dona, 33 ta bo'ldi. Avvalo bizga bolta kerak. Daraxt chopamiz. Endi bu yerni ham 2x ga tezlashtiramiz. Qani, let's go. Xullas, daraxt chopishdan zerikdim. Endi daraxtlar ustida maymun bo'lib sakrab yuramiz. Tezroq bilan biz temir bor ekan. Bu yerlarda ko'mirlar yaxshi. Ana bu yerda ham temir bor ekan. Ketdik. Astagina tushdik. Jonimiz ketmadi. Yaxshi. Mana bu yerda temirlarni olib olamiz avvalo. Keyin u narxda temirlar bor, o'sha yerdan olamiz mana. Tezroq ol. Nariga tomonlarda ham temir bor ekan mana. Bu yerda temir juda ham ko'p ekan. Mana dash qo'llari sinib ketdi ular ko'layincha. Demak, bu yo'llarni 2x ga tezlashtiramiz. Adashib ketdim, uzr. Demak, qani go. Oxirgi temir va bo'ldik. Xullas, biz obunachilar. Endi boshqa joyda temirlar olamiz. Bu yerlarda temir juda ham ko'p ekan. Menga o'xshagan ko'mirlar ham. Bu yerda izmirotlar ham ko'rdim. Bo'yna daraxtning ustiga chiqqanimda. Lekin dahshat joylar ekan. Tog'lardan chiqish qiyin, lekin bu yerda ko'p narsalar bor. Ana izmirot va temir. Avvalo temirni olamiz. O'zi 25 ta temirimiz bo'libdi. Ana izmirot. Hozir biz temirlarni olib eritamiz keyin temir kirka yasab bu izmirotlar olamiz, yo'qsa bermaydi. Demak, ko'mir olib olishimiz kerak. Shu yerda eritib olamiz temirlarimizni. Pechkani qo'y, temirni qo'y. Ungacha mana bu yerda ko'mir qazib o'tiramiz, la'nati. Tun ham bo'lyapti qandaydir. O'zim hadidan bilyapman tun bo'layotganini. Chunki o'zi video boshlanganiga 10 minutmi bo'ldi. Montajda to'g'ri ba'zi bir joylarni kesib normalniy joylarni qo'yaman. Ko'mirlar qo'la bo'ldik. Temir 3 tasi o'zi pishibdi. Endi esa temir kirka yasaymiz. Endi bizda temir kirka bor. Izmirotda la'nati. Yaxshi. Let's go. Endi qolgan temirlarni ham quritamiz bu yerdan. Mana temir. Birlar birinchi ko'rib chiqaylik-da. Bo'ldi, juda ham ko'paygan temir. Tez.
Bo'ldi, buyog'ini yana 2x ga tezlashtiraman, bo'lmasa ko'p vaqt ketadi. Let's go. Короче, ba'zi bir temirlarni shipirib oldim. Endi o'zimga bronner sheet qalqon o'shalar yasayman. Hozir tun bo'lyapti, la'natlangan zombi, creeper, skeletlar chiqadi, odam asabini buzadi. Urib. Shuning uchun ham menga bu narsa kerak bo'lgani uchun oldim. Aytgancha bizda temir qilich yo'q. Hozir temir qilich yasayman. Avval men bular o'g'laydi. O'zi ancha-muncha temir pishib qolibdi. Olib shu men bu oyoq kiyim va chest plate yasab oldim. Men bulardan olsak yetar. Voy la'nat zombilar. Yana temirmi? Yo, to'xta, birinchi qilich yasay, keyin bular bemalol olaveraman. Temirimiz qolmabdi. Ya'ni rog'i. Sheet taqish kerak, to'xta. Birinchi ko'mirlar olib olaylik-da. Уже temir branya bo'lyapmiz full. 3 ton bilan bosh kiyim qoldi xolos. Ammo ko'mirlar olsak keyin kerak bo'ladi bizga yorug'lik manbai va pechkada yoqish uchun. Qo'llarim og'rib ketdi, la'nati. Bosh kiyim yasaymiz. Atiga faqat 3 ton qoldi. Ketdik. Sheetni taqolish kerakda. Taqolay birinchi. Bo'ldi, temirlar biz olamiz endi. La'nat, qo'rqib ketibman. La'nati. Yangi video nima haqida bo'lsin, shuni kommentariyalarda yozib qoldiring xullas. Mana shu deb turing. O'shanga qarab men video chiqaraman. Qani, let's go, bir tashqarini aylanib kelik. What the fuck, shuncha 1 soatdan beri men mana shu krisa orqadan kelishim biluvdim-da men. Musorka skelet menga otmoqchi bo'lyaptimi bu? 1 soatda bitta pishiryapti. O'tirsa ko'ryapti. O'tirsa ko'rmayapti, tikka tursa yana ko'rib o'q otyapti. Demak, like bosish kerak buni ko'rib. Bu videoning ikkinchi qismi albatta bo'ladi. 3 tonni kiyamiz. Full temir bo'ldik. Ko'rishingiz mumkin. Nimaga bunday qilganim sababini birozdan so'ng ko'rasiz. Alliance skelet o'tirgan bo'lsa kerak. Men bu tezroq pishsa ekan. Endi la'nati tosh. Ikkita bo'ldi toshimiz. Yana bitta. Bo'ldi, 3 ta bo'ldi. Buni yana bir marta pishirsa bo'ladi bilmaganlar uchun. Bilganlar komment yozamiz, bilmaganlar endi like bosib tashlaymiz. Qani bir ko'raylikchi. Barakat zombi, bu yoqqa kel. Sen bilan birga 2 jang qilmayman. Albatta birga 1 jang qilaman-da, chunki u bilan men faqat daraja olamiz. Qolgan kiramiz. La'nat creeper bizni ko'rdi, qoch. Bo'ldi. La'nat baby zombi, qoch, la'nat, qoch. Tirik qoch istasan, qoch. La'nat blogimiz ham inventarimizda turmagandi.
qandaydir o'ldirish kerak bularni. Qochib balabon bu bilan urushib. La'natli skelet, kallangga oyog'im seni. Endi bu kelyapti. To'xta, urushaydi shu palakatni yo'q qilish kerak. Asta-asta yor, asta-asta asabimni buzmay. Qornimiz och chiqib ketdi, yuvolamiz zombi go'shi bo'lsa ham. Pechka o'chibdi, yaxshi. Men bular orqali temir pechka yasamoqchi edim buni. Aytganimdek, o'zi aytdimi yo aytmadim. La'nati. Orqamda creeper portlab ketdi. Endi esa skelet. Yana creeper, la'nati creeperlar. Tezroq sindir, hozir bular kelishadi. Men qochishim kerak bu yerlardan. Bo'ldi, qoch. Ketdi. Yo'q, ketmaymiz. Chunki bularda temirlar ko'p o'ylab qarasam. Bir g'orchaga ham qayergadir berkinishimiz kerak. Ammo juda shu la'natli zombilar. Voy. Bo'ldi-yu. Yo'q, yana kelishyapti, la'nati. Senga balabon. Yo, bro. O'ldim. La'nati. Endi shuncha joyga boraman. Demak, bu yerlarni tezlashtiraman. Qani go. Xullas, men hammasini topdim. Qani hech narsa tushib ketmabdi. Menimcha hammasi joyida, shetini taqib qolamiz. Temir kirkam yo'q, la'nati. Bu yerlarda yo'qmikan? Yaxshilab qaraychi. Yo'q, la'nat. Pastdamikan yo? Yo'q, pastda ham yo'q. Kallang oyog'im zombilar menimcha olib ketib qolishgan. Endi nima qilamiz? Mayli, yangisini yasaymiz, temirimiz ko'p-ku. Bu yerdan chiqib olish kerak. Let's go. Tong ham otyapti. Men inventorni yoqib qo'ydim. Endi o'lsak ham narsalarimiz tushib qolmaydi. Izmrod, bizga yangi kirka kerak va buni biz yasaymiz. Bolta ham kerak, chunki bizda bolta yo'q edi. Bor edi tosh va taxta. Omadim kelib qoldi shekilli ham bugun. Mana shu video 20 ta like kelsa, mana shu dunyoni seedini tashlayman. Telegram mod kanalimga albatta. Temirlar olib olamiz. Shoshmang. Bu oddiy reklama emas. Siz bu kanalda istalgan modlarni topishingiz mumkin. Mana bunaqa moblar xudosi, mashinalar va mana bunaqa qurollar. Bu yerda mana bunaqa turli xil van blok va bunga o'xshagan ko'plab modlarni topishingiz mumkin. Top 10 qishloq topish usuli, teskari dunyo va shunga o'xshash mana bunaqa seriallar uchun jihozlar ham bor. Va bu kanal sahifasi, ya'ni silkasi kommentariyalarda bo'ladi. Demak, kanalga obuna bo'lib, izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Qani unda videoga go. Bu temirlarni olib olamiz. Endi bu narxda temirlar olishga boramiz. Asta hozir piyak bo'lmas. Ovqatimiz ham yo'q. Bir ikkita bor-u, endi kamda yetmaydi. Bu temirlar olamiz. Pastda oxir bor ekan. La'natli g'orlar. Lekin juda ham kerakli bu. Yaxshi, o'zi temir bizada vahshiy ko'p bo'lib ketdi. Yaqinda 2 ta ham bo'ladi. Bular ko'rib like bosish kerak edi. Borga like deb portlatib tashinglar. Bu temirlarni ham olish kerak edi. Aytganimda 20 ta like kelsa, mana shu zonani seedini tashlayman. Siz ham bemalol o'ynashingiz mumkin. Versiya esa 1.21.62 versiya. Endi naryoqqa boramiz. Bu yerlar o'zi zirgali bitta. Let's go. Kanalga obuna bo'ling. Iltimos. Tezroq 1000 ta bo'lsak
judayam zo'r bitta video o'ylab qo'yganman. Obunachilar bilan survival nomli. O'sha videolarni olamiz. Demak, shuning uchun kanalga obuna bo'lish kerak. Ko'proq odamga tarqalishi uchun videoga like bosish kerak. Mana bu temirlarni ham olib olish kerak. Let's go. Endi narigi tomonga boramiz. Mana bu ko'mirni olib olish kerak. Yana temirmi? Bugun men omadim keladigan ko'mma deyman-a. Boyagi o'lib qolganimizni hisobga olmasak albatta. Temirda oltita yana kamiga anavi izmrod ham chiqdi. Ovqat yaxshi, pat ham tushdi. Endi narigi tomonga o'tib olish kerak tezroq. Bu changalzorlarda menga yoqmaydigan taraf mana bunaqa qamishlar tepaga chiqadiganlar ko'p. Yoqmaydi. Mana bu tarvuzlar olib olamiz, ovqat bo'ladi bizga. O'zi kakras qornimiz och chiqib turadi. Oho, shuncha tarvuza. Hozir yoz bo'lganda edi-ya. Mazza qilib tarvuz yerdik-a. Lekin hozir ham tarvuz bor bozorlarda. Yana bilmadim. La'nati. Bu temir. Oho. Bu izmrod ko'rgandek bo'ldi. Menimcha izmrod bo'lsa kerak u rostdan ham. Mamuddagi temirlar olib olamiz. Tamom, sal bo'g'ilib qolgan. Mana bularni ham olib olish kerak. Kanalga obuna bo'lish kerak. Ketdik mana bu yoqqa. Mana bu temirlarni ham olib olamiz. Tezlash. Shu 1 soat sindiradi-da. Yaxshi emas, tunmas. Olg'a, biz yengilmaymiz. Bu yerda ham izmrod bor ekan, temirlar narigi tarafda. Yaxshi. Bu temirlar olib olamiz. Keyin eritib o'zimizga kerak buyumlar yasab olamiz. Mana buni ham olamiz. Juda ko'p gapiryapman. Yaxshi, juda ham kam gapiraman endi. Iloji yo'q ekan buni. Creeper la'nati. Bu la'natlangan creeperlar ham qachondir yo'q bo'ladimi? Bugun haqiqatan ham omadli kun ekan. Omad. Ham bular olib olish kerak. Bular pechkada yoqish va yorug'lik taratish uchun bizga kerak bular. Yorug'lik manbai bular. Shokkalar. La'nati. Qormi? Muzam bor kamiga. Mayli, qiziq emas, ketdik. Mana bular olamiz. Creeper la'nat. Endi o'tirayotganim shu tovushini eshitib kallangni uray, musorga creeperlar jonga tegib ketdinglar-ku. La'nati. Lekin tosh uchun rahmat. Rozi bu. Creeperlar ham portlaydidan qaytadan tirilib kelaveradi o'shalar. To o'lmagunicha. Portlasa xuddi odam mana Minecraft bo'lsa qaysi tirilib kelaveradi-ku hech narsasi. Bu ham xuddi shunday tirilib kelaveradi, la'nati. Shuning o'ldirish kerak creeperlar portlashdan o'rniga. Ammo temirlar ham to'xtamayapti, yaxshi lekin. Zombilar tovush kelyapti. Mana yerda ham temir ko'ryapman. Ketdik. Let's go. Bu temirlar olib olamiz. Ko'mir birinchi olish kerak. Ko'mir eng muhimi. Keyin temir asta-asta bo'laveradi. Agar ko'mir bo'lmasa biz qorong'uda qolib ketamiz. Qorong'uda qolib ketsak qo'rqaman bu odam. Keyin qorni ochqaydi. Qorni ochgandan keyin ovqat bo'lmasa joni ketadi, yetib o'lamiz. Bu yerda mantiq qarang, qancha katta. Mana bu turishimizni qaranglar. Legendariy ko'rinish. Chota zombilar tovush kelyapti-da, yo'qmayapti. Mana bu izmrod manada qolib ketibdi, bechara yig'lab meni deb. Shu o'likda. Boshqa izmrod yo'q ekan ortida. Men bor deb o'ylagandim, mayli chiqmadi. Mayli ketdik. Ketmaymiz, bellada yana temir bor.
Mana bitta qarash kerak yaxshilab. Mana bitta temir ko'rmabman men la'nati. Shuncha o'tib. Hammasi chiqsa yo'q. O, 2 ta temir bo'ldi bizda rovna. Qornimiz ham ochib ketyapti buni ko'rib. Tepaga chiqib olaylik-da. Mana shu yerdan yiqilsakkina yo'q, kerak emas bizga. What? Zombi. Makka. Mashina yo'q, qoraman burachkalar. Hasad qilib yonib ketyapti bular. Qo'yishga yongan yo'q, yerlanib tushib ketdik. Temir yaxshi. Tamom, bo'lib qolyapti. Hammasini tezlash. Like bosishni unutmang yana bir bora. Shoshma. Men qo'y ko'rdim hozir. Buyoqqa shokka. O'ldiramiz. Seni ham o'ldiramiz. Kerak emaslar. Elemental to'lgan deyapti bular. Bizga go'sht kerak. Juni unchalik kerak emas. Ayniqsa qorasi, chunki qorasi kam bo'ladi, oqi esa ko'p. Bu boyagi g'or zombimi? Daraxtlar nima qilyapti? Parkur qilyapti yo. La'nati mana qilar joyga tegib ketdi. Juda asabni buzyapti-da bular. 1 2 3. Men o'zi parkur isman bunaqa yarimtada yirtib qo'yaman prosta. Men bular xalaqit beryapti-da, xalaqit bermaganda-ku yarimtada o'taman bularni hammasini. Let's go 1 2 3. Sakraymiz. Mana bulardan o'lik-da. Tushib ketdik-ku, endi gapirayotganim. Birachga demoqchi edim. 2 ta qoldimi? 3 ta bo'lib ketdimi? La'nati. Yo, 3 ta. Bitta edi, 3 ta bo'lib ketdimi? Buyoqqa. Maki nimadan qo'rqaman men kebaman yoniga bo'lsa buyoqqa. Любойni chaqirib, men desa Vardindimi, Dragondimi, Wizardimi? Mayli, jang qilaman. Chunki menda kepimetor yoniq. Mana bunda baba qamman unaqa o'sib ketibdi. Ketdi. Sizga Samsung iPhonemi? Meni shu qiziqtiryapti. Kommentariyada yozib qoldiringchi. Bu qorni ochqasi ham asabni buzyapti-da, keraksizda. Mamutlarga borish kerak. Mashinadan yiqilamizmi, o'lamiz keyin. Bizga kerak emas bu. Endi mamut temirlarni pishirib olsak, bularni sizga tez qilib ko'rsataman. Qani go. Mana hamma turdagi pechkalardan yasab chiqdim. Endi men rekord qo'ygan bo'laman. Keyin temirlarni ham qo'yib chiqdim. Bu temir pechka temirlar tez pishiradi, ovqat pechka ovqatlar tez pishiradi. Men bu любой narsani asta pishiradi. Lekin любой narsani pishiradi. Bular o'zini shaxsiy pechkasi bor, shuning uchun ham tez pishiradi. Lekin nima farqi bor bundan? Faqat ko'rinishi boshqacha. Mayli. Bugunga yetarmikan, yomon charchab ketdik-ku, barmoqlarim og'rib ketdi-ku. Buncha mashaqqat ichida. Ayniqsa birinchi kunda o'zida boy bo'lib ketganmiz-chi. Bu ertaga ham pishmaydi-yo bu temirlar, chunki menda 2 stak temir bor. Men bu o'zi umrbodda kerak emas. Men bunga temirlar solib qo'yamiz. Yaxshi. Bugunga yetadi. Kelasi videoda ko'rishguncha xayr. Men bularni endi pishirganimcha 1 million astor ketadi. 1 yil ham kerak. Mana o'zim menchkinasi pishgan.
Ya'ni o'zaro nasib pishgan. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling. Let's go.